Assalomu alaykum. Hozirda mana shularda sezoni keldi. Bular endi faqat soqqa ishlaydigan apparatlar. Nima ish qiladi o'zi bular desangizlar, ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun bular mana shunday layg'ish quyadi. Yaqinda xaltur uraman degan insonlarga bugungi videomizni oxirigacha ko'ringizlar. Mana shuni apparatidan ham va o'zlari kerak bo'lsa, sizlarga g'ish kerak bo'lsa, aparib quyadilar ham. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Yovon nohiyasining Hamza qishlog'ida. Mana shu ayna, bir so'rashib oling-da. Assalomu alaykum ahli YouTube. Shu apparatlarni ham tayyorlab va layg'ish qilib qolgan inson ham shu birinchilardan bo'lib boshlagansa, video qilganmiz, odamlar juda yaxshi qabul qilgan. Haligacha klientim mor-yu, mana shularni ham odamlarga tavsiya etaylik dedim. Shuni necha kishi ishlaydi bir kunda? 3 kishi ishlaydi. Bir kishi layt taylab turadi, bir kishi stanokni, bir kishi taxlaydi. Videoni ko'rsatamiz azizlar. Ana buni stanoklarimiz Usmon hammasi zakazga. Dang'araga ketadi ikkitasi, yana bittasi ko'lab tarafga bunisi ham zakaz bo'lgan. Mana keyin ko'rsatamiz. Dizelni bo'ladi, qizib ketmaydi. Bachoklarimiz 25 litr masla bo'ladi. Masla ko'p bo'lishi kerak, qizmashi kerak. Sanliklar qizsa masla sanliklardan jov chiqishi mumkin. Dizel 250 gram, 300 gram sarika rasvot qiladi. Bu necha? 1,5 sm. 1,5 sm. Значит, bu nechta tonnada qisat degan? 9 tonnada yangi silindrimiz 9 tonnada press qiladi. Shuning uchun qalin bo'lish kerak, a? Qalin bo'lishi. O'zi qishab ketadimi? Stanokning yuragi mana shu. Qancha press qilsa shuncha yaxshi. Juqa bo'ldimi, sanliklardan javob ketishi mumkin. Kuchi yetmaydi. Bu 9 tonnaga javob beradi. 9 tonnaga javob beradi. Shuning uchun buni qalin qishab ketmasligi uchun. Bu biz 0,8 dan boshlaganmiz, qishaygan 1 sm, 1,2 lig ham qishaygan, eng 1,5 sm bu qishaymaydi. Biz sinovdan o'tgan. Ana to'xtang, 4 ga qo'yamiz. Yerni 4. Bu haqiqatan ham 1,5 sm. 1,5 sm ekan. Agar juqa bo'lsa, 3 oydan 4 oydan keyin bundan qonga o'xshab bundan qon chiqib qolishi mumkin. Juqa bo'lsa temirlar. Buni aytdingizki, zakaz bo'yicha ishlaymiz dedingizlar. Qanchada quyib berasizlar? Tayyorlab berasizlar shunda endi. Zakaz olgandan keyin yaqin 10 kun, yesichi mumkin 15 kunga tortadi. Eng uzoq 15 kunga tortiladi. Eng yaqin 15-10 kunda tayyorlab beramiz. Zakaz bo'yicha bo'ladi, tayyor bo'lmaydi. Tayyor bo'lmaydi, chunki har yerning razmeri har xil. No qarang, bu kattaroq 35 ga 25, bu qarang 17 ga 38, biri 35 ga necha shunday har xil razmer tayyor qilmaymiz. Zakaz bo'lsa shu zanglar tayyorlagan yaxshi. Shunday tayyorlagan yaxshi. Buni tayyorlasak u klientga mumkin jaqmaydi bu razmer. Davroniyni qarang-da, bularda qayb qo'ldan kelgancha pul tushuntirdik. Mana shu apparatlarda bitta komplekt necha so'm bo'lyapti hozir? Bir apparat, bir komplekt, mana shu komplekt 25 ming so'm. 25. Dastavkasimi? Qayer bo'lsa farqi yo'q. Farqi yo'q, shtadan bo'lib dastavka qilib beramiz, uyretib, ishga solib kelamiz. Va endi bir xillar endi bitib qaraydi, qimmat aytaylik, buni o'zim ham sozlab olaman deydi-da. Biz bu narsaga yetish uchun qarib 3 yil vaqtimiz ketdi. Biz o'zimiz ishlaymiz shu narsada, qayer xato, qayer ko'p buziladi, qayerga usilni qilish kerak, shu narsalar biz qilamiz mana shu narsalarga. Tajribadan o'tgan. Keyin oldingi stanoklarimiz rementli bo'g'ich edi. Klientlar jar qildi, rement 15 ming, 20 ming tama rement jeb qo'yapti deb, hozir bizning stanoklar berement bo'lyapti. Priyam moy, berement. Ham o'zi promoy ulaydi. Promoy motorga ulanganmiz. Biz bu narsaga yetdik. Xullas, mana shu stanok eng zo'r aligisiga yechimiga kelgan. Keldi. Bu uje 3 yillik staj bor mana shu. 3 yil vaqtimiz ketgan mana shu o'ringa kelish uchun. Mana Usmon mana shu stanokning mana shu yo'li bor-ku, mana shuning ham gradisi bor. Qaysi holat mana shuni sarkilish gradisi bor. Bunday mayap, qaraqma. Agar shuni xato qilmasam, uni sindirib ham ola berib, bunaqdan atib jerishi mumkin o'ziga qarab. Xavfli. Buning mana shu qaysi gradisiya sarkilish o'zining. Xullas, sizlar shu 1,5-2 yil davomida shuni o'rganib chiqdingiz. Bu narsani o'rganib chiqdik. Keyin buni garantiyasi qanday? Garantiyasi 1 oy vaziratiga garantiya beramiz. 1 oyda mana shu bizning stanoklar g'ish chiqarib beramasa, 3 marta, 4 marta buzilsa, aka men shu stanokdan menga jaqmayapti, shu buzlab desa, vazirat qilsa, vazirat qabul qilamiz. Bari masalan isbotman ko'rsatsa, mana ko'rtirsa, mono bitib ketyapti, qizib ketyapti. Sen aytgan narsaga javob berma desa, vazirati bor. Vazirati bor. Hozir esa biz borib mana shu quyaptilar-ku, shuni borib ko'rsatak. Endi bir xillarning uyida qum bo'lmasa, mana shunday tayyor g'ishlar ham bor. Buni ko'rtirsa, buyog'i, manag'i, xullas juda ko'p g'ish bor ekan. Buni o'lchami 30 ga 25, qalinligi 14 sm ekan. Kimki olaman desa, bu ekranlaringizda raqamlari bor, shularga murojaat qilasizlar. Narxi 2,5 so'mdan
agar polni olaman degan insonlar bo'lsa, spokойно 20 dan 30 dan tushib ham beramiz dedi. Manzilga kelgan bo'lsak, manzil Yo'g'on nohiyasi, mana shu Hamza degan qishloqda mana shunday Hamma savol beradi, loy qanday bo'ladi deydi. Mana loyni ko'ringizlar. Loy mana shunday loy namda qisqanda biriga mana. Shunday loy tayyor degani bu degan. Ana yana bir xil namdan to'proq deb o'ylaydi. Undan emas mana bu tayyor emas. Tayyori mana. shu motoblok kerak ekan-da. Buning uchun motoblok kerak. Motoblok ishni tez qilish uchun loydan kачество qilish uchun motoblok kerak. Bir xil qilib aralashtirib beradi loy. Mana ko'ringizlar, bir ish ketish uchun 3 kishini talab etadi ekan. Agarda 3 kishi birlashib mana shu apparatda olsa, mana shunday qilib xaltada ishlab berishi mumkin. Bir kishi bunga tayyorlash bilan ovora, bir kishi tashish bilan, bir kishi presslash bilan ovora. Xo'ros har bir odam kuniga 500 so'mdan spokойно ishlasa bo'ladi ekan. Mana shunday to'proqlar bo'lsa, mana motoblok bilan yaxshilab qarib, spokойно quyib ishni boshlasa bo'ladi. Endi hozirgi kunda bir xillar Rossiya ketilmagan zapart bo'lgan mana shu yerda ham bir ishini oldinga aparaman desa, mana shuning sezoni kelganda hozir bu shans. Shuning uchun shu videorolikda sizlardan bir tarqatib qo'yishlaringizni har videolarimizda ham so'raymiz. Shunda ham yana eslatib qo'yamiz. Tarqatib qo'yingizlar, like bosib, kommentariya bosingizlar. Kimdir o'ziga kerakli mana shu g'ishlarni o'ziga uyiga zakaz berib quydirib oladi. Kimdir apparatlarda xalturani olib, daqada ishini o'zining oilasini oldinga olib ketadi. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.